Ikkita LED chirog'imiz, Yandex stansiyamiz, Panasonic brendidan ikkitalik vyuklyatorimiz, ulargichlarimiz hamda Sonoff brendidan Wi-Fi relay. Ularni hozir hammasini ulab, через Alice ishlaydigan qilib sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p, ko'rib turganingizdek, vyuklyatorimizni, Wi-Fi relayimiz, chiroqlarimizni hamda kolonkamizni ulab oldik. Internetga ulab, kolonkani ham lampochkani o'chirib yoqadigan qilganmiz. Hozir bitta tekshirib ko'ramiz. Tak, chiroqlarni yoqamiz. Выключатель ishlab turibdi. Alisa, включай подсветку в кухню. Алиса, выключи подсветку в кухню. Алиса, включай освещение в кухню. Алиса, выключи освещение в кухню. Sonoff o'zini birinchi приложениесini tekshirib olamiz. Endi Alisadan ham tekshirib ko'ramiz. Sonoff brendidan mana shu relayimizni 18-20 dollardan sotishyapti, lekin men buni 9 dollar sotadigan joyini bilaman. Videoning tagida opsiyada adresini yozib qoldirib ketaman. Xudo xolasa, o'zingizlar endi xulosa qilurasizlar. 8-9 dollardan uyingizga yaxshi original galagan oladigan bo'lsanglar, tasavvur qilinglar, bitta mana shu relayni qo'shib turib, o'sha xonanglarni bemalol Alisa qilib boshqarsangiz bo'ladi. Endi bu videoni uyini Alisa qilmoqchi bo'lgan tanishinglarga jo'natib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.